Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2021-yili 5-7 kuni juma. Sizlarga nazroq so'zlab beray deb chiqishim. Bugun ko'ngillardek sal boshqacharoq kiyinib oldim. Bunlarniki xabarda bordak 5 kuni Uyg'urlarniki Do'ppi bayrami. Bu Do'ppi bayrami hem xo'shallikdan hem ne deymiz, perişanlıktan direkt bir bayram biz üçün. Eğer bizniki müstakil devletimiz hazır mı bağ bolsa, işlerimizni özümüz halagancha qiladigan bolsak, bu do'ppini bir bayram qilib o'tkazbay, normalni kiyib yursak bo'ladi. Ammo yaqinqi davrdagi o'zgarishlar tufaylidan mushtaq do'ppi kiyishni bir bayram qilib, chet elda mushtaq bir bayram o'tkazib turyapmiz. Men buningdan necha yillar burun har yili xalqaro yig'inlarga berib turayotgan bo'lg'achqa, men bilan o'xshash yig'inga boradigan yana bir Uyg'ur bor bo'lib qolsa, ikkimiz do'ppi kiyib boraylik yashaga deb ashtaq o'ylagan. U orzular amalga oshmadi. Undan keyin vatanda cho'ng o'zgarish bo'lib, biz boshqa bir taqdirga yuzinib qoldik. Bu do'ppi bayramini kelib chiqishida muhim bir qiziqarli tarix bor. Shu 2 kunning oldida, ya'ni 5-may kuni Turkiyadagi Uyg'ur akademiyasi bir suhbat o'tkazdi. Bizniki Tahirimin inimiz, anadagi Olimjon Inoyat do'stimiz bilan maxsus do'ppi bayramini kelib chiqish tarixi haqida bo'lsa shuni bir ko'rib qo'yinglar. Shu orqali bu do'ppi bayrami qandaq vujudga kelganligi to'g'riliq bir qism tafsili uchurlarga erisha olasizlar. Men bugun bu yerda u to'g'riliq tafsil to'xtalmayman. Bu haftada biraz yaxshi xabar kirdigan xabarlardan birisi, Trump yaqinda o'zining bir ijtimoiy tartibini boshladi. Uningki ismi Trump'ның üstelinden From the Desk of Donald Trump degan bir narsa. Bu bir media taratqu şirketi ekan. Hozircha kishilar Donald Trump bilan fikr almashtirolmaydi ekan, Facebook, Twitter o'xshash. Faqat Trump o'zining gapini taxtalar ekan bu yerda. Ashtaq bir narsani vujudga keltirdi. Herhalde bu bir nimdeyimiz bir yenilik şu noktadan dep qeyledim. Bu yenilik qandaq natijalarni olib keladi yoki qandaq ziyonlarni olib keladi buni bilmaymiz. Bundan keyin qarab baqsaq bo'ladi. Herhalde mashta bir cho'ng ish bo'ldi. Buni keng xabar qilindi Amerikada. Ashta bu boshqa qilib qeyledim. Yana bir cho'ng xo'sh xabar. Bugun ya'ni 5-7 kuni Dünya Uyg'ur qurultiyi 2020-yillik kishilik huquq dokladini e'lon qilish bir muxbirlar yig'ini ochdi. Meniki bilishimcha bu tunji qitim Xitoy har yili o'ziniki davlat siyosatlari haqida aqtash kitobni e'lon qilib turib keldi. Hozirga qadar uzun yillar o'tib ketdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi bu qitim Uyg'urlarniki kishilik huquq dokladini e'lon qildi degan. Bu bir xo'shallarlik ish, bu bir ilgirlash Uyg'urlar uchun. Bu to'g'rilik yana tafsil xabarlarni anglaysizlar, men mushuk deb qo'yay. 3-chi cho'ng xabar tunugün, ya'ni payshanba kuni Amerika Avam palatasining tashqi ishlar komitetida bir isbot berish yig'ini bo'ldi. Bu yig'inda asosliqi bizniki shu lagerda yetib insonlar oz ko'radigan kunlarning hammasini ko'rib, Anakin ahırda çetelge çıkışqa müyəssər bolğan sınımız Tursunay Ziyavuddin ispat berdi. Bu Amerika Kongressida Uyg'urlar uchun evatqan bir qator siyosatlar va yangi o'tib chiqayotgan qonun loyihalari mush narsani ilgari surish uchun bo'ldi deb o'ylayman men. Chiqilib tunugin mushtaq bir faoliyat bo'ldi. Bu Uyg'ur davosidagi bir cho'ng xo'sh xabar. Shunga buni tilab qo'yib keldi. Endi hozir eski xabarlarmi bor. Uniki birisi yaqinda Xitoy hukumati Uyg'urlar haqidagi ta'tir tashviqotni intayin kuchaytirdi burunga qaraganda. Burun asosan bular o'zlariniki vumollarini qo'yib berib Facebook, Twitterlarda
Uyg'ur faoliyatchilariga hujum qilg'izish yoki ancha muncha maqolalarni o'zlari yozib chiqish degandek shunaqa narsalarni qilib kelgan. Bu narsa ancha umid bermadi, unum bermadi. Hozir xalqaro jamoat Xitoyniki undan narsaga ishonmas bo'lib qoldi. Lekin yaqinda bu Xitoy hukumati chet elliklarni ishga solib, chet ellik akademik adamlari, muxbirlar yoki hukumat arboblarini ishga solib, shu orqali ularga maqola yozdirib, shu orqali Uyg'urlarga qaratgan jinoyatini, Uyg'urlar ustidan o'tkazgan jinoyatini yushirish, xalqaroniki Xitoy siyosatiga nisbatan irqiy qirg'inchilik baho berishni to'sish, Şinjan paxtisi degan voqealar masalanga. Mushahatdagi ishlarning hammasini o'ziga foyda tarafga burash uchun hozir hamda chet eldagi akademiklar, ziyolilar, hukumat arboblari, muxbirlar mushanish hisobotida bular. Yaqinda mushahatda bir yangi to'lqin ko'tarilyapti hozir. Endi nurg'un normalni odamlarniki qalsini o'tmaydi. Biz bilamiz mushtaq ishlarni qilganlar qanday odam ekanligini. Asosan Xitoylar bu kishilarni ya pul setib olgan yoki xotin kishiga yoki qiz bolaga setib olgan kishilar bo'ladi ko'pinchisi. Buni g'arbliklar tushunib ketmaydi. Bir qism kishilar tushunishga boshlabdi hozir. Mush to'g'rimi yaqinda men ba'zi Twitterga chiqqan narsalarni ko'rdim. Bular ashtaq odamlar, ularniki amaliyot bilan, haqiqat bilan qat'iy kori yo'q. Faqat pul uchun Xitoyga setilib, Xitoy uchun gapotgan kishilar. Lekin bu biroz avjib ketdi yaqinda. Ashtaq bo'g'ashqa chet eldagi bir qism Uyg'ur yosh qo'shinlari Xitoyga qarta qaytirma zarbaga o'tib bir qism ishlarni qilyotdi. Masalanga har qatam mushtaq bir maqola chiqqan chog'da chiqib qolsa yoki birasining so'z nutqi bir narsa chiqib qolsa, shuni chiqargan media shirkati yoki shuni faoliyat ulashtirgan o'rinlarga xat yozib norozilik bildirish. Shu orqali ba'zi bir maqolalarni to'rbatdan og'izlatgan ishlarmi bor. Bu ishlarning ichida inimiz Abdulla Oyibmi bor. Bir qism kishilar shuni qilyotdi. Yaqinda men bir iltimos keldi. Natijaning oldida men Netinjik Uyg'urlar degan tema ostida chet eldagi shu chet elga chiqib, uni kasbiy sohada nayt ko'z ko'rinarli natijaga erishgan Uyg'urlardan 50 odamni tunishtirganman. Bu to'g'riliq buniki tunishtirish maqolalar asosida bir kitobni chiqardik, kitobni bosma shaklida, o kitobni bu hozir. Menga yoshlardan kelgan iltimos nima desanglar, shu ziyolilarning bir harakatga kelgan bo'lsa, hozir Uyg'urlar uchun bir haqiqiy ziyolilarniki bir haqiqiy to'p qo'shtirgan vaqti keldi. Bo'lsa, mush ishni qildiganlar texnik ko'paysa, odamimiz ko'paysa, qo'shinimiz kengaysa degan iltimos keldi. Aslida mendan shu 50 qarindoshlar bilan ayrim-ayrim aloqa qilishni iltimos qilgan. Meniki hozir bunday imkoniyatim yo'q. Shunga shu videolarni davet etdim. Shunga meniki aslida umidim imkoniyatinglar yor bersa, mush ishni qilib qo'ygan bo'lsanglar. Bu ishni qilish uchun o'zinglarni oshkorlashga zaruriyat yo'q. Norozilik xati yozgan kishilarni bir yerda e'lon qilib shurmaydi yoki to'rbetga chiqib shurmaydi. U bitta maxfiy turadigan narsa. Buni hamisha odam qila oladi. Mayli men tunishtirgan 50 ziyolilar bo'lsin yoki tunishtirmaganlar bo'lsin, mush ish qilgan kildan qarindoshlar mush bir atlangan bo'lsanglar. Bu bek muhim. Bu shu Uyg'ur davosining sohasidagi intayin muhim ishlarning birisi. Shuni bunda qo'yim keldi. Endi yana bir masala, hammamiz bilamiz, hozir musulmonlar dunyosi uchun iqtisodiy manfaat ummatchilikniki ustiga o'tdi. Pulni deb musulmon dunyosi bo'libmi, arab davlatlari yolg'iz Uyg'urlar uchun gap qilmaylik olmasdan Xitoyga yanvasligan o'rnini tutgan bir o'ringa o'tdi. Shunga bu narsa aslida islom dinidagi prinsiplarga xilof. Moddiy manfaatni deb zolimni yulash, zolimni qo'llash bu islom dinidagi ro'yiga xilof narsa aslida. Mushta bir ahvol o'tdi. Ondan keyin g'arb dunyosimi pul uchun insonparvarlikdan voz kechdi xiljiq davlatlar. Hozir bir qismlarini aytdi tirishchilik ko'rsatyapti, masalan Amerikaga o'xshash. Lekin yana nurg'un davlatlar Xitoydan iqtisodiy manfaatni uzanmay, yana Xitoy uchun gap qildigan yoki shunga oid ba'zi siyosatlarni chiqaradigan ishlar yuz beryapti. Buniki tipik bir misoli necha kun oldida Yangi Zelandiyaniki parlamenti Xitoyniki Uyg'urlarga qaratgan siyosatni irqiy qirg'inchilik deb baholash, ashadab
ismini ishiltish to'g'riliq bir yig'nashgan bo'la. Shu yig'inishga oz qolgan vaqtida irqiy qirg'inchilik degan gapni o'zgartirib bo'la. İntayin eğri derecedeki kişilik hukuk defsendiciliği degenge o'zgartib, shu orqali ma'qullabdi bu qarorni. Aslidagi Uyg'ur irqiy qirg'inchilik degan gapni evitibdi bo'la. Agar u gap turavergan bo'lsa, Yangi Zelandiya Xitoyniki Uyg'urlarga yurgizgan irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilgan 5-davlat bo'lib qoladi. Ammo unda bo'lmadi, 4-chi turaverdi. Bu necha kun ichida bo'lgan o'zgarish odamni biroz hayron qoldirdi. Dastlab qaraqib bo'lgan ish eng oxirgi yanada o'zgarib ketdi iqtisod manfaati uchun. Mana shu bir qancha kun ichida yana bir sonliq ma'lumotlar chiqdi. Yevropa ellaridan Xitoyga eksport qilish pul miqdori. Bunga qarasanglar bu rasm qarasanglar birinchi o'rinda turdigini Germaniya ekan. Xabarlarda bor Germaniya izchil turda Xitoyni qo'llab kelgan bir davlat. Ular Yevropa Birligi'ndeki 5 yıl turib kelgan necha yil bo'ldi. Izchil turda Xitoyni qo'llab qilib kelgan. Bunun sebebi nima desanglar, mana bu rasmni ko'rsanglar yaxshi tushundik ekansizlar. Germaniyaniki Xitoyga eksport qilish pul miqdori eng yuqori 100 milyard euro yetadi ekan. 100 milyard. Ikkinchi o'rinda turgan Fransiya 20 milyardga yaqin, uchinchi o'rinda turgan Gollandiya, andan keyin Italiya, Ireland, Belgiya, İspanya işte mağada ekan. Demek bu resimni nima tushundirdi desanglar, nima uchun Germaniya Xitoyni shuncha qo'llaydi degan narsani tushundirdi. Buniki ostidagi asos nima desanglar, moddiy manfaat insonparvarlikning ustida hozir bu davlatlar uchun. Asta boshqa Uyg'urlarniki gapini ancha qilolmay, endi Xitoy tarafida turib mem kelyotdi. Yaqinda mana shunaqa ishlar bo'ldi, bir hafta ichida. Endi menden bazı qarindoshlar bazı savollarni so'radi. Bo'libmi shu Xitoyniki parchalanishi. Mushayatda qandoq bo'ladi bundan keyin deb. Albatta men degandek, hozir xalqaro vaziyatda Uyg'urlarga foydali omillarni kuchayyotdi ko'p. Bu Amerika boshchiligidagi bir qancha davlatlarning aytdi. Yaxshi tanib qilyapti Uyg'urlar uchun. Yana bir tarafdan maddi menfaat uchun insonparvarlikni bir yerga qarab qo'yib, ummatchilikni bir yerga qarab qo'yib, yenilam Xitoy tarafida turib qilayotgan ishlar eg'ir. Albatta men degandek yangi ishlar boshqa turyotdi. Endi men ko'p ta'kidlab keldim, agar xalqaro Xitoyga haqiqiy turda ta'sir ko'rsataman, Xitoyniki hozirgi yurgizayotgan siyosatni to'xtataman desa, chuqum Sharq Turkistonga bir tashrish umidi avatib, zodi u yerda nima ishlar bo'ldi. 2014-yildan keyin Uyg'urlarning beshi qanday kunlar keldi? Nima ishlar bo'ldi? Mushuni bir tekshirib beqish kerakdi. Agar ashta qilsa, ularning bayqaydigini Uyg'urlarning beshiga kelgan kun 1940-yilları Yahudilarning beshiga kelgan Holocaust. Uningdan qilishmaydiganligini, uningdan keyingi irqiy qirg'inchilik deb atalgan NATO qatorliq xalqaro jamoatniki jazosi uchirgan Yugoslaviyadagi voqea masalanga qatorliq bir qism voqealarga qaragan chog'dami Uyg'urlarniki hozirda tatgan ziyinniki nayt egri ekanligini bayqaydi. Ammo buni qilmayotdi. U xalqaro bu ishni qilib qo'yuvchilik Xitoy yangi taktikalarni o'tirib chiqarib xalqaroning oldini to'siyotdi. Buniki eng aniq misoli o'tganda Xi Jinping bizning Xinjiangga qaratgan siyosatimiz butunlay to'g'ri. Biz bu siyosatni uzun muddat davomlashtiramiz deb jakarladi dunyoga. Hozir bo'lsa tekshirishga kelsanglar mayli, biz sizga ko'rsatamiz, lekin nani ko'rsatlar, qanday narsani ko'rsatlar, uni biz birlashtirmaymiz. Biz bütün qo'limizdagi kuchlarning hammasini foydalanib, sizlarga yolg'on so'rin hozirlaymiz. Bunda shak yo'q degan narsani jakarladi Xitoylar. Ashta bo'lganlik uchun xalqaro jamiyatniki bizim vatanga berib tekshirish rayi so'p ketib bordi biroz. Amaliyotda xalqarodan, Yevropa Birligidan Xitoyga bizim vatanga berib tekshiramiz degan gaplarni chiqarib 2 yilda ashta meniki o'zini isidi qilishchi. Lekin bu ish faqat yuz bermadi. Sababi nima desa, Xitoy bu ishlarning hammasini joylashtiryapti. Yolg'on so'rlarni tayyorlab, faqat o'zi tayyorlab qo'ygan so'rinlarni ko'rsatib qo'ygan ko'rsatmalar qilganligi uchun bu ishning xarakteri o'zgarib ketdi.
Hozir bo'lsa bular yuzini dapdak qilin qilib yana qo'rqmay deyotdi bu gapni. Biz ashta qilib sen nima qilaydi? Agar ko'rmansan-ku, biz sana o'zimiz xohlaganini ko'rsatamiz. Sen nima qilaydi? Boshqani ko'rsatmaymiz, nima qilaydi deb menda o'tirib chiqyapti. Hozir bir lükçeklik qiyofatli o'tirish chiqyapti Xitoylar. Shunga bu xil ahvollar biz uchun aytib foydasiz. Ashta bo'lsa-mu bu ahvollar Xitoyniki parchanish ehtimolligini yo'q etgan yeri yo'q. U ehtimollikmi intayin kuchli darajada mavjud. Buni bir necha nuqtalardan tushunish mumkin. Uniki birisi, agar siz Xitoylarniki tarixini obdan tekshirib ko'radigan bo'lsangiz, Xitoy degan, Ham Minzo degan milodidan burungi 215-yillari nima acaba Xitoy yuanishga emas, Shangsan emas. Chen Shi Huang Xitoyniki 7 davlatni birlashtirib, Xitoy davlatini birlik keltirgan vaqtida keltirganda keyingi tarixini obdan tekshirsangiz, Xitoylarniki 3dan 2 qism, Xitoy tarixidagi 3dan 2 qism vaqtlarning ichida Xitoylarniki parchalangan holatda mavjud bo'lganligini bilalaysiz. Parchalangan holatda. Ularniki birlikda turib yashagan vaqti ancha uzun emas. Bu parchalanish Xitoyniki tabiiy holati. Uni inglizcha neutral position deydi, tabiiy holati parchalanish. Birlashish bo'lsa bu bir normalsiz holat Xitoy uchun. Shu nuqtada aytgan chaqda Xitoyniki bundan keyingi yeni parchalanishi yoki hozir Xitoy hukumatiniki ag'dirilishi, yimirilishi u qandaqdir bu bulamdi, bo'lmamdi degan masala emas, qachon bo'ladi degan masaladan iborat. Shunga Xitoyning oldida mana bir taqdir bor. Bu jihatdagi ishlar o'zgargani yo'q. Meniki Yaponiyada bir Yaponlik dadam bor deman, dadam davogan o kishini. Meniki dadam bilan yeshi tandimatli kishidi. Kobe Gakkendangako degan bir oliy maktab bor. Osaka'nın qarshida Shinhu deydi Xitoycha. Shu maktabniki tarix professori bu kishi bir umr Xitoyning taqqiga adab bu. Men u odamniki ularning uyiga har shanba kuni bir qatam biroq bordim. Men bir po'chilik pul aytib turadigan bo'lib ketgan ular. Ashta yaqin ular men pul aytishni kutib qo'ygan. Shunga har shanba kuni uyga borsam, menga pul aytib turdi ayoli. Shu kishi menga necha qatam degan. Xitoyniki hozir qadar bo'lgan tarixida birlashgan bir davlat holatini saqlagan vaqti 300 yildan oshmaydi. Bu qatim sal eshib ketdi 300 yildan. Shuning uchun parchalandi degan shu bir gapni deb bergan. Bu rahmatlik 2013-yilda o'lib ketdi. Men 2012-yilda bir qatim yo'qlab borgan, bir qatim ko'rishgan. Shu men ko'rishib 3-4 oydan keyin to'yib ketdi orkestr bilan. Ishqilib Xitoyniki parchalanishi bir tabiiy holat. Bu ish cho'qim yuz berdi deb qarash mumkin. Endi bu ish qanday yuz berdi desanglar, hozir Xitoyda huquqniki markazlashishi tarixda nihoyatda oz ko'riladigan darajaga bordi. Mao Zedong davridami shunaqa bo'lgan. Mao Zedong davrida shunaqa bo'lib keyin, Mao Zedong o'lgandan keyin Xitoy hokimiyatida nihoyatda cho'ng o'zgarishlar bo'lib ketgan. Hozirmi shu darajaga berib qaydab qoldi. Xi Jinping bütün huquqni o'ziga markazlashtirib, yana taxtda mangu turish uchun tayyorlab qotdi hozir. Ashta bo'lg'achqa bu xil holatda agar markaziy hukumatda kichikdan ish yuz berdi ekan, Xitoyniki parchalanib ketish ehtimolligi bek zo'r. Bu yerda parchalanib ketish degan vaqtida xabarlarda bor. Xitoylar kent bir mahalla bo'yicha o'z oldiga bir zo'mingarlik jamoati tashkillab, shu bo'yicha yashashni yaxshi ko'rdi bular. Uzun tu havo deb qo'ydi Xitoycha. Bular uzun muddat yashagan. Aran turdi mushtaqqa qildi. Shu 80-90-yillardami bir qism rayonlar ishlab bo'lib, mustaqil bo'lib, o'zing askarlarim bor, keyin hukumat qattiq bostirgan bularni. Shunga ashtab bo'lish ehtimoli bek cho'ng. Agar markaziy hukumatda ozroq ish chiqsa, Xitoyniki parchalanishi yuz berishi mumkin. Hozir qilin ustida deyish mumkin bu ahvollarni. Shu darajalarga berib yetib bo'ldi hozir. Ondan keyin bu yerda yana bir shunday qilib qo'ymoqchi. Xitoyda yuz berish ehtimoliga bo'lgan siyosiy o'zgarish. Yaqinda bu jihatda bir qancha yaxshi narsalar o'tirib chiqdi.
Bulupmu şu Angliyadan Xitayga berip uzun müddet diplomat olup işleyen bir kişi varken ismi Roger Garside deydi. Roger Garside. Bu kişininki şu aynıki neçə günün aldıda bir kitabı çıktı. O kitabının ismi Xitay'daki siyasi özgürüş. Erkinlikке qarab mangan çoğun sehrab ilgirleş degan bir kitap. China Cope, The Great Leap to Freedom deydi kitabın ismi. Ben baş videoda aslaga buniki ulunuşdan çıkıp koyay körüp basanlar bulurdu. Ondan keyin 4. ayının 30. günü bu kişi Kanada'nınki bir gezide bir parça makale e'lon qilibdi. Maqolaning ismi The Globe and the Mail deydi. Kanada Dunyoviy pochta gazeti degandek gezitgan shu bir maqola e'lon qilib, aslında maxsus Xitoyda yuz berish ehtimoli bo'lgan siyosiy o'zgarish to'g'riliq to'xtalibdi. Bu kishiniki Xitoyni tadqiqot qilganiga 50 yil bo'libdi. Xitoychani suydi ekan, Xitoyni nayta 5 qo'ldek tushunadigan bir odam ekan. Aslında boshqa bu ayni vaqtda Mao'ning o'tib ketgan vaqtlarda bu kishi shu Beijingda ekandiq, Angliyaniki nimasi diplomat olup işe etken şeyde. Baş konsologu deyemem benim bilişimce. Ondan keyin Deng Xiaoping vaqtida mı şeyde ekandiq. Şu devletlerin başından keçirgenken Xitoyning ahvolini pek yaxshi bildi ekan. Aslında bu başqa hozir nurg'un kishilar Xitoyniki siyosiy sistemasida yuz berish ehtimoli bo'lgan nima turaqsiz omillarni nazardan tushirib qo'yatdi. Xitoyda siyosiy o'zgarish bo'lib qolish ehtimoli bek cho'ng degan narsani o'tirib qo'yibdi bu maqolada. Ben bu makala kitap her ikisini tor adresini koyup körüp baksanlar bulundu. Yan bir paket var. O nime desenler Xi Jinping tahtı çıkandıkken şu merkezi hükümet ve ülke hükümet emeldarlarının intanci kademlerini bir taraf kuvvetti bu. Hukukunu evetti, turmusunu evetti, bazılarını öldürüvetti degendek. Hazır endi Xi Jinping'e karşı bir çoğun koşun şekillenmedi Xitayda. Bula fırsat izlep жүрüp Xi Jinping'ni ağdırtış hakkında. Şuna hazır Xi Jinping mu kitarjida açıldıgan 20. Kompartiya kurultayda hukukunu yine davamlaştırış. İki qatim bo'lib bo'ldi bu. Xitoyniki aslidagi qonuni bo'yicha ikki qatimdan ko'p bo'lmasa kerak. Bu asos qonunni o'zgartirib hozir mangulik qiladigan larga ish tutdi. Kitarjida yine davomli bo'laman deb butun kuch bilan shuni tayyorlab qo'yadi. Yana bir tarafdan bu Xi Jinping'e karşı koşumun intan küçüyüp kengiyotyapti hozir. Hatta bu başqa kichkina bir pilti o'ti qilib qolsa Xi Jinping va uning hokimiyati o'rilib tushishi mumkin. Madamniki o'tirib qo'ygan nasrmi müştiyatimi qancha ko'p mazmunlar bor ekan. Shunga mushu bo'yicha qaragan chog'da Xitoy Kompartiya hokimiyati cho'qim yiqiladi. Yiqilsa Xitoy parchalanadi degan ko'z qarash nihoyatda kuchli darajada ilgari surilyapti hozir tadqiqotchilar tarafidan. Endi Xitoy Kompartiya hokimiyati ag'dirilsa nima bo'ladi degan bir savol bor bu yerda. Masalan, bir Xitoyda bir federatsiya tuzumi vujudga kelamdi kamamdi. Yoki burunqidek ashtaqa tu havo deb qo'yamiz, yerlik zomingerlar vujudga kelib Xitoy ko'p davlatlarga parchalanadi degan savol bor bu yerda. Endi mening farzimcha bu ikki ehtimollik bor. Endi Xitoylarniki xarakteri nuqtasida aytgan chog'da federatsiya tuzumiga menish ehtimolga intayin tuvan. Nimishqa desamlar Xitoy davlati 2000 yildan ortiq davr ichida bundaq narsalarni sinab baqqan emas. Yiqimi kelib baqqan emas bundaq narsalarga. Lekin kichik davlatlarga parchalanishi bu nihoyatda normal ish Xitoy uchun. Shunga Xitoylarniki o'ziniki mohiyatini aytgan chog'da ko'p davlatlarga parchalanib ketish ehtimoligi bir federatsiya tuzumining vujudga kelishi qaraganchada kuchliroq, cho'ngroq. Lekin hozir Xitoy dunyoniki dushmaniga aylandi. Butun dunyo miqyosida rezillik qilib ular dunyoniki hozirgi tartibiga buzg'unchilik qilib, dunyoniki hozir qadar barpo qilgan madaniyatiga buzg'unchilik qilib, dunyoni qandaqdir bir qorong'ulikqa qarab boshlab menyotir Xitoylar. Shunga dunyo to'ydi. Buniki eng haqiqatli to'yg'ini Xitoy virusi. Ashta bu boshqa agar bu qatimda Xitoyda masala chiqib qolsa, dunyo Xitoyga qattiq aralashadi deb o'ylayman men. Bunun misalları köp. İkinci Dünya Urushu'ndan keyin dünya Germaniyaga aralashgan. 45 yildan 50 yilgacha Amerika boshchiligidagi birlashma armiya
Germaniyadagi cho'ng sanoatlarning hammani portlatib o'tgan. 5 yil. Germaniyani qaytadan boshqa turib olmasin, boshqa turib olsalakin dunyoni tinchsiz qilib ketadi ekan deb 5 yil portlatgan. Yaponiyani ko'rib olsanglar bo'ldi. Yaponiyani bu Tokiolarni tüp-tüz qilib etib, undan Yaponlarniki askeriy kuchi bo'lishga yo'l qo'ymagan. Yaqinda bu ishlar biroz yumshayotidu, lekin shuncha uzun yil 45-yildan keyin toki yaqingachilik Yaponiyadagi rasmiy bir davlat armiyasi yo'q. Alati keldi. Ashta boshqa agar bu qatim Xitoy hokimiyati ag'dirilib qolsa, dunyo intan qattiq darajada Xitoyga qo'l soladi. Ashta bo'lganda Xitoyga demokratiyani yo'l qo'yish Xitoyni demokratiyaga yo'l qo'yishga majburlash ehtimoli bak kuchli. Endi bizga o'xshash Uyg'ur, Tibet va boshqa nurg'un yerlik millatlarning masalasi bo'lganligi uchun federatsiya tuzumining yo'l qo'yish ehtimolligi bor. Qandaqli bo'lmasin, agar Xitoyniki hozir hokimiyati parchalansa, o'lib tushsa, men Uyg'urlar uchun bir foydali sharoit vujudga keladi deb o'ylayman. Endi Xitoyda demokratiyani yo'l qo'yish ehtimolligi bormi deganda umum bor. Buniki cho'ng misoli Tayvan bilan Hong Kong. Xitoyniki bir qismi bo'lgan chog'da bu tuzumlarga yo'l qo'yib boqqan. Bu Arab davlatlari, masalan Iroq, Afg'oniston qatorliq bir nurg'un davlatlar, Amerika aralashgan, xalqaro aralashgan davlatlar. U davlatlarga demokratik tuzumni tinib boqqan, u ancha amalga oshmaydi. Lekin Xitoyda bu jihatga ehtimollik biroz bor deb o'ylayman. Uning misoli Tayvan, Hong Kong masalanga. Agar Xitoy hokimiyati ag'darilib tushsa, hozir Xitoyda huquq peşi turayotgan Xitoylarniki huquq tutishiga, qayta huquq tutishiga yo'l qo'ymagan taqdirdami, masalan Tayvan hukumati kirib Xitoy hukumatini boshqara oladi deb o'ylayman men. Bu jihatda bu butunlay tayyorlik bor buniki. Endi mening bu davatqanim bir ehtimolliklam, u chuqur mashtaq bo'ladi degan gap emas. Ashta ehtimollik bor demoqchi. Shunga bizning oldimizda yuz bergan ahvollarning mushtaşlar bor. Hozirgi ba'zi analizlarniki qarashicha Xitoy 2023-yilniki nerisga o'tmaydi, davomlashamaydi dedi hozir Xitoy hokimiyati. Agar uniki nerisga davomlashib qolgan taqdirdami, Xitoyniki iqtisod va boshqa jihatlarda yuz beradigan nurg'un masalalar tufaylidan Xitoyni parchalanishi mumkin deydi. Hozir shunday ehtimollik bor kuchli deyotdi. Endi bu palg'i shanma, palsizmi qolma degandek gaplar endi buni chuqur mashtaq bo'ladi deb aytib olmaydi kishining farazlari. Herhalde mesela parazlar mevcut hazır. Şuna bulandı sizler. Tıklayıp koyum geldi. Anda ahırda sizlerge bir hoş haber var. Şunu yetkizip koyayım. Avrupa'da bir inimiz var. Onunki Tahallusi Ulug'bek degan inimiz. Bu inimiz başa yakında Uyghur tillik, tuluqsuz tuluq o'rta maktab o'quvchilariga dars o'tib bermoqchi. Matematika asos qilinib o'tiladi, aniki fizika, ximiya qo'shimcha qilindi deydi. To'rda dars o'tilmoqchi ekan. Menga bu ishni sizlarga bir deb qo'yishni havola qilgan, shuni deb qo'yapman. O'yinimizdan tayyorlagan tafsilli planlari bor. Men uni o'zimning Facebook'ga chiqarib qo'yaman, shu yerdan ko'rsangiz bo'ladi. Shunga bolalarınla eğer bu cihette yardımga ehtiyacı bo'lib qolsa, shu inimizdeki dersi qatnashsanglar bo'ladi. Tafsilotini shu inimiz tayyorlagan o'qitishdan ko'rasanglar. Yana bir xush xabar bugun sizlarga deb qo'yish orzuyim bor. Avstraliya Sydney Uyg'ur xonim qizlar guruhi bugun Uyg'ur Project fondi elib berayotgan Türkiye'deki Uyg'ur o'quvchilar o'qish mukofoti turiga yan to'plash ishiga $3000 yani qildi bugun. Men bu bir guruhga, men Uyg'ur Project fondi nomidan Avstraliya Sydney Uyg'ur xonim qizlar guruhiga chin ko'ngildan rahmat aytaman. Yaqinda ajoyib ishlar, yaxshi ishlar bo'lyotdi. O'tgan haftadagi videoda bir gapni degandim, chet eldagi bir qarindishimiz Uyg'ur Project fondi uchun $5000 yani qildi deb. Undan boshqa mesela $1000 chiq yani qilayotgan qarindoshlar hali bor hozir. Men umumiy xulosani ikkilarga chiqaraman. O'zim bilan ish qilayotgan bir to'p odamlarim bor. Uyg'ur Project fondiniki board a'zolari bor. Ularga men butun tafsiliy jadvalni o'rgatib beraman. Men hozir qadar bizga
ияны қылған қарындашларның бүткіл ұшыры ашу сен қычылық тізімлағылық. Мен әмісіне құттырлық тізімлап маңамен түрлі бойынша бұны мен өзімлі іш қуатқан Uyghur Project Fondu'ndaki board azalarına, anındaki kalan bir top ziyarlarına hemsike veyahut bir men köstümen bunu. Kandak boğallığı doğruluk. İşkılıp bu iş acayip isli boldu. Bugün Cuma günü Avustralya'sını Uyghur Hanım Kızlar Grupsi hemimizin internet hoşal kıldı. Aslında köpten köp rahmet. Hazır milletniki ahvalıda intayin yaşlanış buvatıdı. Şu yakınında biz kurvatımız. Şu yakında biz Uyghur Project Fondu'nun yapılan iki katımlık iyan toplaş işleri Amerika'nın rekordunu buzduğun derecede şundak yakışmağındı. Bu katımki iyan toplaş işimi hazır Facebook'ta iyan belgeler 96 adam boptu. Sırtın belgelerini koşsak 120 bilen 130'ın etrafında adam iyanı kıldı bu katım. Hazır Facebook'ta yığılgan pul $11,000 aştı. Bunun sırtıda mı köp pullar yığıldı. Ben bulardan Klarap'ta xulas çıkarman. Klarap'ta Facebook'taki pul yığış yani toplaş işi toxtaydı. On şu roza eğiti bilen tam toxtaydı andı. Şuna dahi şu Ramazan münasebeti bilen millet için azırak iqtisodiyatni töp qo'shib deb o'ylayotgan qarindosh bor bo'lsa, mashina qilib qolgan necha kun ichida tutib bu ishni qilayotgan bo'lsanglar, men sizlarga ko'p deb kelyapman. Mayli fanniy nuqtadan bo'lsin, mayli diniy islom dinimizning nuqtasidan bo'lsin, insonlar uchun uch narsa intayin savoblik bak muhim. Bu to'g'riq bir kuchli hadismi bor. Muhammad alayhissalom payg'ambarimizniki degan gapi bor. U nima desanglar, bir odam o'lib ketgan chaqda uniki xizmati to'xtaydi. Lekin uniki u kishi tuandagi uch jihatdan xalqninki qalbida mangu yashashi mumkin. Birisi balni yaxshi tarbiyalash. Balni yaxshi tarbiyalash orqali o'zi boshlagan ulug'vor ishlarni davomlashtirish. Ikkinchisi saxovat. Saxovat ishlariga qatnashish, saxovat ishlarini ko'p qilish. Uchinchisi boshqalarga foydasi tegadigan bilimlarni vujudga keltirish yoki berish boshqalarga. Bu to'g'riliq buning misoli Mahmud Qashqari, burunqidan Alshir Navoiy, anadaki yaqinqi davrda Abdushukur Mamtamin qatorliq hozir endi Yaqub Nuruzi, Abduqodir Jaloliddin shu qarindoshlarimizni o'ylab baxsang bo'ladi. Millatga bilim bergan kishi millatning qalbida mangu yashaydi. Mush uch taraf bu ish intayin savobliq. Hozir Ramazon oyi shunga qilib qolgan bir qancha kun ichida buni o'ylayotgan qarindoshlar davomli buni qilsanglar. Endi men $15,000 deb nishon chiqargan. Bu to'g'riliklar haqida deyman sizlarga. Agar pullar yig'ilib qolsa, biz endi boshqa ishlarni qilamiz. Uyghur Project Fondidan bu to'g'riliq endi sizlarga vaqti kelganda o'tirliq ma'lumot berib turaman. Endi yaqinqi 3 hafta chet eldagi Uyg'urlar uchun bir ajoyib 3 hafta bo'ldi. Hammamizningki kuzni ochadigan bir hafta bo'ldi. Mavsumon ayeti ko'p o'rganish bo'ldi. Men burun Xitoydagi yuqori o'rinlarni egallagan uchurlar bor, bir qism uchurlar chet elda nima ish bo'layotganligi to'g'riliq. Ularni uchinchisi 2001 videoda men dedim. Degandan boshqa bir qism qarindoshlar chet eldagi ahvollar haqida nurg'un uchurlarni o'rtoqlashdi biz bilan. Shu orqali soda bu ishning nerdan nagachiligini obdan bilib oldik. Ondan keyin men intayin ta'sirlangan, xo'shal bo'lgan bir ahvol nima desanglar, o'zimniki buni tasavvur qilib boqmagan darajada chet eldagi nurg'un qarindoshlar menga uchur yo'llab, Facebookda, WhatsAppda yoki emailda yoki telefon qilganlarida pishqadamlarmi bor. Burun chiqqan pishqadamlarda, yaqindan chiqqan pishqadam ziyolilar ular bor, telefon qilib yoki ovoz qushur qoldirib, meni rag'batlantirib, qo'laydiganligini bildirib, ashtalarni qildi nurg'un qarindoshlar. Har kuni to'xtamay ashta uchurlarni olib kelyapman men. Menga ko'ngil bilib qo'yatdi, meni biroz hujum uchrab ketdi deb. Mendan ansirmanglar. Men nayt yaxshi ro'y jihatdan hozirmi. Amaliyotda xo'sh bo'ldim bu qatim. Millatniki hozirgi holatini ko'rib, o'yg'ongan xalq yenlam naydi ko'p son egallaydi ekan bizning ichimizda. Millatning umid bor. Men nayt xo'sh bo'ldim. Meningcha
Uyg'urlar uchun 15-16 asrlarda yuz bergan ahvol bu qitim yuz bermaydi. Bundaki yuz bermaydi. U chog'da nima uchun nima bo'lgan desanglar, buzuq da'vatchilar, din to'niga o'rinib olgan buzuq da'vatchilar millatni xato tuyuq yo'lga boshlab, shu orqali millatni parchalab, millat dushmanga qarshi emas, o'zaro urushib, bir-birisi bilan ojizlashib, eng oxirida bugun Xitoyning qo'lida jon talashgan holatga kelib qoldik. Bizningki shu 2014-yildan keyin vatanga bo'lgan ziyon bek cho'ng. Men buni bek ko'p ta'kidlayapman. Xalqaro texnik e'tirof qilmayapti buni. Bizniki nüfusimiz 20 milliondek nüfusimiz var. Hozir bizniki qo'limizdan ketgan nüfusun soni 9 millionga bordi. O'lib ketgan, sulinib ketgan, ishga yo'klitilgan yoki zavod korxonalarga sulangan Uyg'urlarning soni 9 millionga bordi. Hozir Uyg'ur jamiyatida 18 yoshdan 45 yoshga bo'lgan oraliqdagi erlar asosan yo'q. Qolib qolganlari Xitoylar o'zi uchun tahdid deb o'ylamaydigan kishilar qolgan asosi yo'q. Yaqinda kelayotgan video, rasm qarab qolsanglar 18 yoshdan 45 yoshgacha erlarni ko'rmaysizlar. Qeri momaylar, qeri bovoylar ishlayotgan ashtaq videolar bek ko'p. Bizga mushtaq ziyon bo'lib ketib bordi. Bu ayni vaqtdagi buzilgan da'vatchilarniki qiliqlaridan kelib chiqqan ahvol. Menimcha buniki yuz bermaydi. Bu qatim men uni bek cho'nqir his qildim. Endi bir qism qarindoshlarniki ko'ngli intayin yerim. Bulubmu e'lon qilingan bayonotlarga qarta bu to'g'riliq men bilan menga jiq uchurlarni yozdi qarindoshlar. Unda bek ansirab ketmanglar. Mening deydiganim biz yenlam oldi qarab mangayli. Agar boshqalar o'zini Uyg'ur deb hisoblamasa, o'ziga men bir Uyg'ur millatidan deb qaramasa, Uyg'ur uchun yashashni xohlamasa, biz Uyg'ur uchun yashaydigan, o'zini Uyg'ur deb hisoblaydigan 5-yil vaqasidek vaqa bo'lgan chaqda bir hafta geldim tamak ötmeydigan, okumaydigan açtaq kişiler bilan birlik hesap tuzib, işimizni davamlaştırıverayli. Davamlaştırıverayli bizde ümit çoğ. Men ba'zi joylarda din to'g'riliq so'zlab qo'ydim. Boshqa ziyonlarmi shundoq. Bizniki dinda o'qimagan Uyg'urlar ziyonlarniki din to'g'riliq qilgan gaplarimizni ikki turga ayirish mumkin. Onun birisi bizniki o'zimizning dinga bo'lgan tushunchamiz. Ikkinchisi bizning ko'z qarashimiz. O'xshamagan insonlarniki ko'radigan narsa o'xshamaydi, yashaydigan muhit o'xshamaydi, ashta boshqa. Bizdami islom diniga nisbatan belgilik ko'z qarashlar shakllandi. Biz shuni deb qo'ydik. Men shu, men deganim shu, sizlarga birisi uchur yetkazdim men. Xitoyniki qandaq suiqasd ilmiy ishlatayotganligini. Shu ayni vaqtda hozirgi bir qism ishlar, Uyg'urlarcha bo'layotgan ishlar Uyg'ur davosiga nihoyat cho'ng ziyon yetkazayotdi degan. Bu narsa o'tgan haftada bek chiqdi. Hozir Xitoylarniki Uyg'urlarni qoralaydigan tashviqotlarda, shu chet ellikni tutayotgan tashviqotlarning ichidami yenlam Uyg'urlarni terrorizmga, radikalizmga bog'lab turib qo'yatdi bular. Aş ko'rib qolganlar, hozir g'arib chiqayotgan maqolalarni ko'rib qolganlar. Xitoy yana o'sib chiqayotgan maqolalarni yenida davomlashyotdi bu. Ashta boshqa meniki va boshqalarniki o'tirib qo'ygan narsa ikki xil narsadan boshqa narsa emas. Birisi bizniki o'zimizning din bo'lgan tushunchamiz. Ikkinchisi bizning ko'z qarashimiz. Buni nin deb atsangiz atang, u fatvo emas. Mening fatvo chiqarish salohiyatim yo'q. Başqa dinda o'qimagan ziyonlarning salohiyati yo'q. Bizning o'tirib qo'yganimiz fatvo emas, qat'iy narsa emas. Men mush yerda yana bir narsani ta'kidlab qo'ygan bor. Xristian dunyosida nihoyat ko'p asrlar bu din insonlarni idora qilishga ishlatilgan. Din insonlarni idora qilish quroliga aylangan. Ashta boğaşqa nurg'un naslar o'tib chiqqan ibodat deb qaralgan narsalar yoki dinniki belgilamasi, qoidasi, prinsipi degan narsalar o'tirib chiqqan. Amaliyotda
bu keyin o'tirib chiqqan narsaning hammasi inson omili, Allohning omili emas. İnsanlar vücudga keltirgan narsalar. Bular ashtaq narsalardan foydalanib, nihoyat uzun muddat Yevropada hukm surgan. O'zini dindorlar deb atab olgan kishilar. U chog'dagi dunyoniki diqqati nimalarga berilgan desanlar, 3 narsaga berilgan. Birinchisi Xudo, ikkinchisi ruh, uchinchisi oxirat yoki yangi dunyo, keyingi dunyo. Yevropada ikki cho'ng inqilob bo'lib 1700 yilları, 1800 yilları ikki cho'ng inqilob bo'lib, keyin bu ishlar xotim berildi. Burunqi Xudoni tadqiq qilish koinotni tadqiq qilishga o'zgardi. Burunqi ruhni tadqiq qilish odamning badanini tadqiq qilishga o'zgardi. Burunqi oxiratni yoki keyingi dunyoni tadqiq qilish hozirgi dunyoni, hozir insonlar yashayotgan dunyoni tadqiq qilishga o'zgardi. Aşkın olan Avrupa'da intan çok özgürlük oldu. Sanatın kılağı oldu. Avrupa uçkanda terakki kıldı. Hazır bunu biz hemiz kurvatımız. Lakin bizdeki bir kısım Uygurlarımız aynı vakitteki dinni insanların idare kılış için işlediğin kural şekilde de konmuş müştahbir roya altıdılık kutlanmayatıdı. İslam adam korkutudu. İslam adam kalpak giydirdi. Bugünkü günde meniki şu din to'g'riliq yaqqan vaqtimda men hammasini manbasini to'g'rilab qo'yib turib qildim amaliyotda. O'zimda to'qib gaplar emas. Ba'zilari mening fikrlarim, lekin prinsipal ishlarda o'zab to'qimadim. Meniki ashta o'tirib qo'ygan narsalarimni, boshqa ziyollarniki ashta o'tirib qo'ygan narsalarni sen din o'qimading, seniki din to'g'ri fatvo chiqarish salohiyating yo'q deydiganlar. Bularniki yoki qalis chataq yoki boshqa g'ayri maqsadi bor. Meniki qarindoshlar deydiganim parvo qilmanglar. Ko'ngillarni yerim qilmanglar. Men bu qatim shunday his qildim. Ko'p sondagi Uyg'urlar yana o'ziniki haqiqiy Uyg'urligini saqlab, millatniki beshi kelgan kunni esidan chiqarmay, men Uyg'ur deb yashab, Uyg'ur uchun o'zimni atayman deb. Men Uyg'ur uchun yashayman deb yashab qo'yibdi hozirmi. Ashta bo'g'ashqa biz şunda kişiler bir birlikte tüzüp aldığımızı beni vereyli. Ben Orta Asya'nın başka yerde Uygurlarının nüfusu 100 mingga bardı dep geldim. Üzerinin mülçeri. Eğer bizim bu 100 ming adamın çeki bir kısımları ben Uygur emas, ben Uygur için yaşamayman deydiğen bolsa ular qanday yaşayversin. Kep kaldığımız işimizni qilaverayli. 80 ming qilib qilamdi, 70 ming qilib qilamdi. Chataq yo'q. İşimizni qilaverayli. Bizdeki xalqaro Uygurlar hozir dunyoning hammaga tarqalgan. Ashta bo'g'ashqa bir davlatda bo'lgan, davlat sistemasi bo'lgan bir qism mexanizmlar bizda yo'q. Biz odamlarni, bir qism odamlarni mukofotlab, bir qism odamlarni jazolay olmaymiz. Menga taqbilgan bir qarindoshimiz xat yozibdi. Erkin aka, mushu hozir Uygurlarni qarang'i yo'lga boshlayotgan Xitoyning odamlari ashlarni jazolasa qilmamdi. Sotqı tartib cezası qilmamdi. Ashta qilsa qoli ibrat oldi deydi. Lekin unda qilolmaymiz. Amerika Turkiyaga ishga olishamaydi. Yevropa ham Turkiyaga ishga olishamaydi. Bir de yana olishamaydi. Bu biz chechinamay yashayotgan muxolifimiz uchun. Ashta bu uchun bizniki tutadigan yo'limiz nima desanglar. Uyg'urlar uchun ish qilib berganlarga rahmat deyli. Uyg'urlar uchun ish qilib bermaganlarga ish qilishni xohlamaydiganlarga yoki men Uyg'ur emas, men Uyg'ur uchun yashamayman deydiganlar bo'lib qolsa, o'zlari yashayversin. Biz ularga aralashmaylik. Ularga aralashishga ma'batmanlik mexanizm yo'q, bizda mexanizm yo'q. Vijdondan boshqa. Ashta boshqa qog'allarimiz o'zimizni yo'lda ketaverayli. Meniki bu jihatda aslida deydigan bir qism gaplarim bor edi. Men bu qatim bu gapni Ramazon vaqtida chiqarib qo'yganim uchun o'zim ko'nglim yerim bo'ldi. Bu gapni chiqarishdan burun o'ylagan deymi demaymi deb. Lekin Xitoyning tashviqoti bek avjib ketdi. Uyg'urlarga ziyon bo'lib ketib bordi. Bir qism qarindoshlar kecha kunduz tirishyotdi. Bir qism qarindoshlar Uyg'ur davosini oqsiga tortyotdi. O'sha bo'g'al uchun mash ahvolni men bu qadar ahvollarni deb qo'yay deb degan. Keyin bir qism ko'ngilsizliklar bo'ldi. Lekin umidlik etgan vaqtida ahvol nihoyat yaxshi. Men burun ümid qilgandan ko'p yaxshi.
Şuna bu nuqtani kalımızdan chiqarmayli, aslidan chiqarmayli. Biz oldiga qarab ketaverayli, qo'limizga kelgan ishni qilib. Qisqasi oxirida deydiganim, Uyg'urlar aql ishlatishi kerak. Sal aqroq bo'layli. Dunyo qanday yashayotdi? Xristian dunyosi qanday yashayotdi? Judaizm dunyosi qanday yashayotdi? Qolgan dinliklar qanday yashayotdi? Biz Uyg'urlar qanday yashayotimiz? Bizning nega qarashimiz kerak? Mush jihatda ko'proq o'ylaylik. Bo'ladi, men degan mushuk so'zlay. Kilar qatim kirishga omon bo'linglar. Kilar chorshanba kuni ro'zati bo'ldi ekan. Shunga orliqda kelib qoldi ekan. Oxirida hammanglarniki ro'zatiga muborak bo'lsin. Mushu bir qancha hafta ichida meni va menga o'xshash ziyolilarni qo'llab, har jihatdan gap so'zlarni qilgan, madad bergan, bu qatim iyon to'plashga iyonni bergan, mush qarindoshlarning hammasiga ko'pdan ko'p rahmat. Maqla. Xayr xo'sh, Allohga omonat.